Barchaga salom. Naruto animesining ko'plab avlodlari davomida faqatgina bir nechta insongina yuqori marralarni zabt eta oladigan daho bo'lib tug'ilgan. Ulardan hatto 5 buyuk millat ham qo'rqgan. Bu faqat shinobi dunyosining afsonalari erishishi mumkin bo'lgan xizmatdir. Va ulardan biri bu Uchiha Itachi. Bu safar men sizga Itachining hech qanday qiyinchiliksiz va talofatsiz raqiblarini yer tishlatgan 7 lahzasi to'g'risida so'zlab beraman. Ishonamanki, siz Itachining oqilona va buyuk harakatlarini eslashga tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Если честно, я и по сей день не знаю, на чьей стороне я был. Itachi Kurinayga qarshi. Им конец. Kurinayni eng kuchli genjutsu texnikalariga ega bo'lgan iqtidorli kunoichi deb hisoblashgan. Ammo Itachi uni tezda 7-osmondan yerga tushirib qo'ygan. Bu holat xuddi bir mix bilan ikkinchi mixni olishga urinishga o'xshaydi. Agar siz o'zingizni ahmoqman deb o'ylasangiz, shu ondayoq Itachiga genjutsu qo'llamoqchi bo'lgan va o'lishiga oz qolgan Kurinayni eslang. Lekin Kurinayni ham tushunsa bo'ladi, chunki u Itachi nimalarga qodirligini bilmas edi. Ammo bu Kurinayni bunchalar oson yengilishini oqlay olmaydi. Tushunaman. Unda ilgari Sharingan bilan jang qilish tajribasi bo'lmagan. Chunki Sharingani bor birgina inson bu Kakashi bo'lgan va Kakashi u paytlarda ko'zining to'liq kuchini ko'rsatmagan. Natijada Itachi uni osonlikcha bo'ysundirdi va nihoyat oxirida uni birgina ibora bilan sharmanda qildi. U bizga Kurinayning qobiliyati uning Sharingani oldida foydasiz ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Chunki u paytlarda Itachining kuchi biz ko'rgan barcha qahramonlarnikidan baland edi. Itachi Orochimaruga muhr qo'ymoqda. Ты знаешь, что такое вечная жизнь, Итачи? Bir paytlar Orochimaru Itachining tanasini egallab olishga uringan, ammo bir narsaga hayron qolaman. Qanday qilib u oddiy ilonlar bilan Itachini yengmoqchi edi? Bu Orochimaruning birinchi marta ularning kuchi orasidagi farqni sezmagan lahzasi edi. Orochimaruning yagona zaif tomoni bu Itachining Sharingani va Orochimaruning birinchi mag'lubiyati. Ikkinchi marta ular jang qilishni boshlaganda Itachi ko'rish bilan bog'liq muammolarga duch kelgandi. Lekin shunga qaramay Orochimaruni aniq qayerdaligini topib, unga Totsuka qilichi bilan zarba bergandi. Orochimaru qochib qolishi mumkin edi, lekin u Itachiga Uchiha tanassiz boqiylikka erishganini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Быть не может. Неужели это клинок Тацука? Итачи, так он был у тебя? Orochimaru o'zining kuchli texnikalaridan biri Yamato Naorochiga ishonib yaralangan Itachini yengaman deb o'ylagandi. U ulkan 8 boshli ilon va Kusanagi qilichi unga yordam berishiga astoydil ishongandi. Lekin afsuski Yato ko'zgusi va Totsuka qilichi uning barcha umidlarini puchga chiqardi. Va Itachining o'zi ham kasalligiga va og'ir yaralanganiga qaramay, u hali ham afsonaviy sanillardan birining kuchidan oshib ketishga qodirligini ko'rsatib qo'ydi. Если ты забыл о других из-за своей силы и стал высокомерным эгоистом, то ты ничем не лучше Мадары. Itachi Deydarani bo'ysundirmoqda. Это искусство. Agar bu Deydara uchun uning san'atini buyuk tarzda yerga urish bo'lsa, Itachi uchun har kuni bo'ladigan oddiy hol edi. Akatsuki Deydarani o'z safiga qo'shgani kelganda, Deydara ular uning san'atiga teng emasligini isbotlamoqchi edi va o'zini xuddi Sonic Saitamaga qarshi tutgandek tutdi. Deydara Itachini yengish uchun faqat o'z san'ati yetarli ekaniga ishonardi, lekin buning o'rniga o'zini portlatib yuborishiga sal qoldi. Chunki avval boshdanoq u Sharingan ta'siri ostida edi. Shu lahzadan Deydaraga iloh bo'lib ko'ringan yagona inson bu Itachi bo'ldi. Проиграл этот бой. Черт! Itachi qoidalarni faqat u qo'yishini ko'rsatib qo'ydi. Itachiga qarshi omadsiz urinishiga qaramay, men baribir Deydaraning san'atini yaxshi Потому ko'raman. что мое искусство это взрыв. Это большой бум. Itachi Eda Tenseidan ozod bo'lmoqda. Что это? Что происходит? Bu yerda Itachi eng buyuk va epik harakatni amalga oshirdi. Chunki Kabuto uning Eda Tensei Itachining daholigi orqali yerga urilishini o'ylab ham ko'rmagandi. Я недооценил его. Учиха Итачи совсем другой уровень по сравнению с остальными. Bu uchun Itachi Narutoda ham Sasuke'ga ishlatgan texnikasini ishlatdi. Ya'ni, u Narutoda o'z jutsusini muhrlab qo'ygandi va kerakli paytda ishlatdi. Sasuke'da Amaterasuni, Narutoda esa Shisuining Katao Mutsukamasi. Itachi o'limidan so'ng Sasuke uning ko'zlarini o'ziga qo'yishini va ular kun kelib yana uchrashishini bilgandi. Kim nima demasin, lekin u bir necha qadam oldinni ko'ra olgani maqtovga loyiq. Itachi shunchalar xavfliki, hatto iloh darajasidagi shinobi ham Itachining oddiy Tsukuyomisidan yengilishi mumkin. Albatta agar u juda ahmoq bo'lmasa. Как долго ты еще будешь подражать Орочимару? Если ты хочешь освободиться, то пойми свои ошибки. Заткнись! Itachi Kakashiga qarshi.
Itachi Kurinayni yer tishlatganidan so'ng Kakashi Sharingani bor inson kichik bo'lsa ham g'alabaga imkoni bor deya Itachini to'xtatishga urinib ko'rdi. U Itachini yengish imkoni 0 ga tengligini bilardi, lekin boshqa iloji yo'q edi. Natijada esa Kakashi 3 kunlik qiynoqni o'zida his etdi va bir haftaga больницаga tushdi. Остался всего 71 час, 59 минут и 59 секунд. Uzoq reabilitatsiyadan so'ng Kakashi bir tuzoqqa ikkinchi marta tushmasligini aytdi va men Kakashini hurmat qilganim uchun uning so'zlariga ishonaman. Он стал главой отряда Анбу, когда ему было всего 13. Мы уже поняли, что он сильный. Сильный? Вы не видели и половины того, на что он способен. Qiziq fakt. Kakashi yaponchadan tarjima qilinganda Pugala, ya'ni dala qo'riqchisi deyiladi. Itachini esa qarg'aga o'xshatishadi. Itachining Tsukuyomi ichida ko'rsatilgan sahna bunga yaqqol misol. Itachi Eda Tensei'ni buzmoqda. Будь ты проклят, Итачи! Shubhasiz, bu shinobiylarning 4-buyuk jahon urushida ko'rsatilgan eng buyuk jasorat edi. Jahon yo'q bo'lish yoqasida turganda, jang maydonining bir chetida birgina odam ko'p narsani hal qilib qo'ydi. Shu orqali bizga Uchiha klanining eng kuchli texnikasidan biri Izanami'ni ko'rsatib, Itachining aytishicha Izanami va Izanagi juft bo'lib kelishadi. Ammo taqdirni o'zgartira oladigan Izanagidan farqli o'laroq, Izanami uni boshqara oladi. Kabutoda bu texnikadan ozod bo'lish yo'li bor edi, lekin faqat o'z taqdirini tan olsagina. Itachi buni Kabutoga sovg'a qildi desa ham bo'ladi, chunki ularning taqdiri o'xshash edi. Tabirama aytganidek, Uchiha o'z Mangyoku Sharinganini umidsizlik va kuchli og'riq tufayli uyg'otadi. Bilsangiz, boqiy Mangyoku Sharinganni uyg'otish uchun uni o'z qarindoshidan olish kerak. O'z o'rnida og'riqqa va oilasini o'limiga chidab, ko'zlarini yanada kuchliroq qilish uchun. O'ylashimcha, Itachining kasali ham shunga bog'liq. Itachi tushkunlikka tushgan edi, chunki u o'z klanini o'ldirib, xoin va pastkash nomiga sazovor bo'lishi kerak edi va aynan shu unga tasavvur qilib bo'lmas kuchni berdi. U har narsani kesib va muhrlay oladigan Totsuka qilichi va Susano yordamida barcha hujumdan himoya qila oladigan Yato qalqoni bilan yengilmas edi. Bularning barchasi Itachining hayotda qancha azob tortganini ko'rsatadi. Muammo ham shunda, Itachi juda kuchli edi va boqiy Mangyoku Sharingansiz uning tanasi bunday bosimni ko'tara olmasdi. Itachining tanasi yangi qobiliyatlarsiz bu kuchga chiday olmasdi. Uning ko'zlari esa bu kuchni nazorat qilardi. Boya aytganimdek, Uchiha klani umrining oxirigacha azoblanishi kerak, yo'qsa ularning tanasi Sharingan kuchiga bardosh bera olmaydi. Itachidan farqli o'laroq Madara buni o'z ukalari ko'zi bilan yengmoqchi bo'ldi va Hashirama hujayralarini o'ziga o'rnatdi. Bu esa o'z navbatida Rinneganni uyg'otishga olib keldi va bu Itachi erisha olmagan yagona narsa, chunki Itachining birgina tirik ukasi bu Sasuke va Itachi uni juda yaxshi ko'radi. Bu buyuk Itachining buyuk o'tmishidan ozginagina qismi edi. Video yoqgan bo'lsa like bosib qo'ying va kelgusida kim haqida video ko'rishni xohlardingiz, shuni ham kommentlarda yozib qoldiring. Его признали не потому, что он стал Хокаге. Он стал Хокаге, потому что люди признали его.